Bir oy to'la ro'za tutgandan keyin tanangizda nimalar sodir bo'lishini bilasizmi? Badaningizdan 80% zaharli moddalar chiqib ketadi. Oshqozon osti bezi katta hajmda ishlaydi. Shu sabab qand diabeti kasalligiga chalinish 8 oy muddat ortga suriladi. Miya nikotin moddasidan xalos bo'ladi. Bu narsa sigaretani tashlashga yordam berib, tanani kofein moddasidan xalos qiladi. Qarishni 3 oy ortga suradi. Bunga qo'shimcha ravishda hujayralarni tozalaydi. Ro'za tanadagi o'limga hozirlanayotgan barcha hujayralarni, ayniqsa immunitet va qon aylanishida muhim bo'lgan hujayralarni himoya qiladi. Ro'za uzoq muddat ishlab kelayotgan hujayralarga dam berish orqali ularni yangilab, tartibga keltiradi va tarkibida nosog'lom bo'lganlarini chiqarib yuboradi. Ro'za buyrakni yuvadi, shuningdek jigar, qonni aylantirish va ichki zaharli moddalarga barham berish uchun kuchli darajada tayyorgarlikni ro'za sababli qo'lga kiritadi. Ro'zadagi foydalarning eng buyugi aksar gunohlardan xalos bo'lishingdir. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ro'za tutinglar, sog'lom bo'lasizlar deb chin so'zni aytganlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.